Carsen Drive'ga sotuvga Equinox keldi. 2021-yil ishlab chiqarilgan. Kraskasi, ikkita petnosi bor ekan. Mana shu eshikda kichkina ikkita petnosi bor ekan. Qolgan joyi top-toza dedi, ichiga o'tmagan. 2 litrlik turbo motor, 4 ta yangi yumshoq balonlar qo'yilgan. Paroklari bor. Mashinamiz полный shumka bo'lgan, 5 ключевой доступlar bor. Tonirovka ruxsatnomasi yo'q ekan. 5 slipoy zonalari, salon qolatlari, qora salon, bo'liklar to'shalgan. Perforatsiya sidina, multirol, monitorlari bor. Patologlari qora, panoramli lyuk. Orqa ko'rinishlari. Shu yerda ikkita petnosi bor, qolgan joyi top-toza dedi. Mashinamiz benzinda 143 ming yurgan. Ideal mashin turibdi. Orqa kameralari ham bor. Mashinamiz полный shumka bo'lgan. 4 ta yangi balon qo'yilgan. Bozorda 23 ming, 23,5 ming turibdi. Bu mashinda 22 mingga srochni berib yuboramiz deyapti. Yana kelishtirib olsalaring bo'ladi. Pastda nomer qoldiraman.